7 yoshli Shohnur Rustamovning sport bilan shug'ullanayotganiga hali ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, yaqinda poytaxtda o'tkazilgan xalqaro turnirda yaxshi natijani qo'lga kiritdi. Taekvondoga borishimga hali 3 oy bo'ldi. Yaqinda Toshkentda xalqaro chempionati bo'ldi. Unda men bronza medalni olib keldim. Buning uchun Umida Sabonga rahmat. Shohnurbek tahsil oluvchi Buxoro shahridagi 43-maktabda boks bo'yicha jahon va olimpiada chempioni Shahobiddin Zoirov bilan tashkil etilgan uchrashuv u kabi o'quvchilar uchun yana bir motivatsiya vazifasini o'tadi. Mehnat qilish kerak. Bugun olimpiada chempioni bilan uchrashuv zo'r bo'ldi. Men ham katta bo'lsam, ular kabi chempion bo'laman. Bugun maktabimizda tashkil etilgan kelajak soati darsimizning mavzusi men O'zbekistonlikman mavzusi bo'lib, bugungi maktabimizga mehmon sifatida olimpiya chempioni hamda 3 avlod uchrashuvini olib boramiz. Bugun maktabimizda o'quvchilarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, sportga bo'lgan muhabbatini oshirish maqsadida bugungi tadbirimizni tashkil etganmiz. Navbadagi kelajak soati doirasida maktabning faollar zalida sportga qiziquvchi o'quvchilar uchun tashkil etilgan chempion va yoshlar uchrashuvida o'quvchilar g'alabaga erishish yo'llari va muvaffaqiyat kaliti haqida bilimlarga ega bo'lishdi. Bugungi uchrashuvlarda juda ham zo'r motivatsiya berildi va men ham Diyora Keldiyorovadek olimpiadada birini olishni maqsad qildim. Shahobiddin Zoirov bilan uchrashganimiz men uchun katta motivatsiya. Kelajakdagi meni orzularim jahon sport arenalarida O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini cho'qqilarga ko'tarib hamda davlat madhiyasini yangratish. Boks bo'yicha 2016-yilgi yozgi olimpiada o'yinlari g'olibi, Osiyo va jahon chempioni, O'zbekiston iftixori faxriy unvoni sohibi Shahobiddin Zoirov yoshlar bilan o'z muvaffaqiyati yo'llari haqida o'rtoqlasharkan, barcha yutuqlari zamirida eng avvalo yurtimizda yaratilgan imkoniyatlarni alohida e'tirof etdi. Zamonaviy maktab, hamma sharoitlar bor. Albatta hozir imkoniyatlar juda ham kuchli, chunki sportga ham, o'qishga ham, hattoki boshqa davlatlarga ham chiqib, bemalol o'qib kelish muammosi yo'q. Chunki ana hozirgi maktabimiz ham juda ham chiroyli, hamma sharoiti bor. Bolalar ham men o'ylaganday bolalar ham tartibli, intizomli o'qiyapti bolalar. Shularning ham ichidan men o'ylaymanki, olimpiada jahon chempioni albatta chiqadi. Muvaffaqiyatlarga erishib yurt bayrog'ini yuksaklarga ko'tarayotgan turli soha vakillari bilan uchrashuvlar davom ettirilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.